islom va zulm bir-biriga teskari narsa. Bu nima degani? Islom faqat yaxshilik, zulm esa yomonlik. Bu degani dinimiz islom bo'lganligi uchun biz muslim bo'ldik. Islom, muslim bitta narsa. Dinimiz islom bo'lmaganda biz muslim bo'lmasdik. Alhamdulillah, dinim islom, Robbim Alloh, payg'ambarim Muhammad alayhissalom, kitobim Qur'on, qiblam Ka'ba, do'stim Umar, Ali, Usmon, Umar radhiyallohu anhular deb bolachalar yodlatishyapti-yu. Bu javob o'zi asli shu-da. Dinim islom mani dinim islom. Shuning uchun men muslimman. Bu degani islom bilan zulm umuman bir-biriga teskari narsa. Suv bilan yonib turgan olovga o'xshaydi. Umuman teskari narsa. Ana endi islomdagi muslim zolim bo'lsa, u nima u? U nima u? Hozir bitta ko'mir yo yonadigan narsa yonib tursa, hayron qolmaymiz, yonyapti deymiz. Lekin hozir suvdan olov chiqib tursin, mantiqan to'g'ri, ajoyib bir-biriga to'g'ri kelmaydi bu. Suvdan olov yonib tursa, bu g'alati narsa, noodatiy narsa. Bu degani musulmon shaxsni zolim bo'lishi o'zi aslida noodatiy narsa, hayratlanarlik narsa. Lekin bugungi kunda zolimlar o'zi musulmonlar bo'lib ketganligi uchun bugun oddiy qolib qoldi. Zulmlarning turi juda ko'p. Nimaki ish bilan farqi yo'q, gap bilan, qiliq bilan, qarash bilan, moddiy, jismoniy, ma'naviy nima zarar yetkazsak, bu zulm bo'laveradi bu.